Rahimsiz yolg'izlik. Hech kim sizni o'zingizdek tushunmaydi. Hamda shu yaqinda qaragan do'stingizga telefon qilasiz. Do'stingiz yoningizga kelib, dardingizga darmon bo'lishini istab, ning bo'lganingizni so'rganida, yana gapni neden boshlashni, qandoq deyishni bilmay turib qolasiz. Siz arantasida og'zingizni ochdingiz. Lekin ikkinglar o'tirsidagi parangning mazmuni o'sha do'stingizning kechmishlariga markazlashdi. Siz o'zingizning qalb ishkini qarshi tarafga ichishga o'rnab baqdingiz. İçsarangizni to'kishga og'zingiz o'mallab baqdi-yu, yana to'xtab qoldingiz. Shuning bilan siz do'stingizning sodiq tanishuvchisi bo'lib, uning hikoyasiga ishtirok bo'ldingiz. Do'stingiz aytgan har bir so'zlarni astoydil anglag'ach, texi boshlang'ich tipni qo'yasiz. Kulimsirabmi qo'yasiz. Bo'layotgan mush parangdan chin ko'nglingizdan huzurlanishga hamda o'zingizning hikoyasini do'stingiz bilan o'rtoqlashishga tirishib ko'rasiz. Lekin og'zingizdan chiqarolmaysiz. Mushundaq tirkish jarayonida qanchalik vaqt o'tdi ekan. Hatto do'stingizning sizning ahvolingizni buncha inchik so'ramasgan. İştikerak qaytib ketib, meni yolg'iz qo'yisgan debmi o'ylaysiz? Dastlabda yolg'izlik his qilib, ish-pishqa tortganda yo'lga tanmirgan do'stingiz shu emasmi? Amdilikda do'stingizning sizni yolg'iz qo'yishini umid qilyapsiz. Nemishqa? Chunki do'stingizga hozirgi bu xil holatingizni ko'rsatganingiz yo'q. Har qanday kishi boshqalarning kechmishlarini anglaganda o'zini shu kishi o'rniga qo'yib anglashga qodir emas. Faqat o'zi yashash davomida yakunlagan kishilik dunyo qarash nuqtasidan chiqib sizga baho beradi xolos. Hatto hikoyangizni to'liq ahmoqona his qilishi mumkin. Shunga do'stingizga faqat yaxshi ishlarni deya olasiz. Undaqda umidsizlik, mag'lubiyat, azob degandek nashr kayfiyatlarning iskanasida qolganda-chu, ichingizdan chiqarolmaysiz. Bu siz uchun eng yaxshi tanlash. Amaliyotda boshqalarning kelib dardingizga darmon bo'lib, azoblaringizni birga tortishib berishni umid qilishning o'zi bir ahmoqonalik. Hech kim sizni o'zingizdek tushunmaydi. Hamma kishi faqat o'zgaga ko'ngil bo'ladi. Ba'zi ishlarni boshqalarga desangiz bo'lmaydi. Yana ba'zi ishlarni deyishning hojati yo'q.